حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى بسم الله الرحمن سيد الرحيم. للأمم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alloh taologa hamd bo'lsinki, mana bugun yana munabbihot darslarimizni davom etkizib, Nasoihul ibad fi bayani alfazi munabbihat ala isti'dad yawmil ibad al-yawmil ma'ad kitobimizdan 10-maqoladan o'qishni boshlaymiz. An ba'di zuhad, ba'di zohidlardan rivoyat qilinadi. Zuhad zohidlar ma'nosida. Zohidlar deb dunyoni haqir sanab, unga beparvo bo'lgan, biroq o'zlarini zaruratlari miqdoricha undan o'zlarini ulushlarini olgan, lekin bundan o'zlarini mutlaq o'zlaridan ortiqcha bo'lgan narsalarga ko'zlarini chirt yumgan insonlarga zohidlar deb aytadi. Mana bu joyda ham sharhda humallazina ihtaqarud dunya va lam yubalu biha bal akhazu minha qadra daruratihim. Ya'ni boya aytganimizdek, dunyoni haqir sanaganlar, unga parvo ham qilmaganlar, balki undan zaruratlari miqdorcha narsa ulushni olgan kimsalar zohidlar deyiladi. Ana o'shalardan rivoyat qilib aytiladiki, man aznaba zamban va huwa yadhak, kim bir gunohni amalga oshirib qilar ekan va o'zi kular ekan, fa innalloha yudkhiluhu an-nar, albatta Alloh uni jahannamga kirgizadi. Va huwa yabki, va u esa o'sha vaqtda yig'laydi. Va man ata'a va huwa yabki, kim Alloh taologa ibodat qilar ekan, itoat qilar ekan va o'zi yig'lagan holatda itoat qilar ekan, fa innalloha ta'ala yudkhiluhu al-janna, Alloh taolo uni jannatga kirgizar. Va huwa yadhak, va u o'sha joyda keyin xursand bo'lar, kular deydi. Ya'ni mana bu joyda buni sharhida man aznaba zanban ay tahammalahu, kim bir gunohni qilsa, ya'ni o'zini zimmasiga olsa, va huwa yadhak, va qila turib gunohni qila turib xursand bo'lib, shodimon bo'lib kulsa, ya'ni wal hal annahu yafrahu bi tahammul, o'sha gunohni qilayotgandan xursand bo'lib kular ekan, Alloh taolo uni mana shunday qiladi. Va jahannamga kirgizadi, u ana shu joyda yig'laydi. Bi anna haqqahu an yanduma, chunki uni haqqi nadomat qilish edi. O'zi asli gunohni qilib qo'ygandan keyin nadomat qilish kerak edi. Va astagfirulloh, Alloh taologa istig'for etish kerak edi, lekin uni qilmadi. Va man ata'a va huwa yabki, kim Alloh taologa itoat qilib yig'lar ekan, ya'ni nimadan yig'laydi? Haya'an minalloh, Alloh taolodan hayo qilib, xawfan minhu ta'ala, Alloh taolodan qo'rqib. Nimaga hayo qiladi, nimaga qo'rqadi? Ala taqsirihi, o'sha qilayotgan ibodatini nuqsonli amalga oshirayotganligidan, fi tilka to'a, ana shu toatni nuqson ado qilayotgandan qo'rqib shundoq qilib yig'lasa, Alloh taolo uni jannatiga kirgizar va u ana shu joyda xursand bo'lar. Xo'p, chunki nima uchun xursand bo'ladi? Li husuli matlubihi, o'zi talab qilayotgan narsa hosil bo'lgani uchun. Talab qilayotgan narsa nima edi? Affullohi ta'ala, Alloh taoloni kechirishi edi. Kechirar ekan, demak jannatga kirdi. 10-maqola mana shunday iborat edi. Ana endi keyingisi 11-si an ba'zil hukama, ba'zi hukamolardan rivoyat qilinadi. La tahqiru az-zunuba as-sigara. Ular aytayotganki, kichik gunohlarni haqirlama, kichiklarni kichik deb past sanama. Fa innaha tatasha'abu minha az-zunubul kibar. Chunki ana shulardan, ya'ni o'sha kichik gunohlardan az-zunubul kibar, katta gunohlar unib o'sib chiqadi. Sen kichiklarni past deb, kichik ekan deb haqirlama degan, endi kichigu hech nima qilaver deb unaqa past sanama, chunki kichiklardan kattalari unib o'sib chiqadi degan ekan. Endi mana bu sharhida aytadiki, la tahtaqiru az-zunuba as-sigar degan, la ta'udduha sigaran, uni kichkina deb sanama demoqchi. Chunki kattalar undan o'sib chiqadi. Va yana va aydan va yana rubbama yakunu g'adabullohi ta'ala fi tilka as-sigar. Ehtimol mana shu kichkina gunohlarda Alloh taoloning g'azabi bo'lgan. Sen kichik sanama kichik gunohlarni. Keyingisi ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam 13-maqola, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilinadi. La saghirata ma'al isrori va la kabirata ma'al istighfar. Aytiladiki,
isrorlik bilan, bardavomlik bilan, isror bardavomlik degani, bardavomlik bilan hech qanaqangi kichik narsa yo'q bo'ladi endi. Ya'ni agar sen bir kichik gunohni agar bardavom qilaverar ekansan, bilgin endi kichikligi qolmadi uni. Bu ish katta gunoh o'sha. Kichik bo'lsa ham sen bardavom qilishing bilan katta gunoh bo'ldi u. Wala kabirata ma'al istig'for. Agar sen istig'for aytib turar ekansan, katta gunohing ham kattaligi qolmadi endi. Xo'p. Demak, 13-maqola bardavomlik bilan kichiklik yo'qdir dedilar. Ya'ni fa innaha bil muvazabati alayha, chunki ana shu alayha o'sha kichik narsaning ustida muvozaba bo'lish, muvozaba degan bardavom turish, kichik gunohni doim ustida turaverish, qilaverish. Tu'azzimu yoki ta'zamu o'sha kichik narsani kattalashtirib yuboradi. Fatasiru kabiratan, natijada katta gunoh bo'lib qoladi endi. Va aydan shuningdek fa innaha ala azmi istidamatiha. Va shuningdek o'sha kichkinani bardavom bo'lish, istidama degan doimiy turishini qasd qilish ham tasiru kabiratan, o'sha kichikni katta qilib qo'yadi endi. Bir kichik gunoh edi o'zi. Sen endi shuni yana qilaman deb qasd qilishing o'zi ham endi uni tasiru kabiratan katta qilib qo'yadi o'sha kichik gunohni. Nimaga? Fa inna niyatal mar'i, chunki kishining niyati fil ma'asi, ma'siyatlar borasida qilgan niyati kanat ma'siya, o'zi niyatini o'zi ham ma'siyat bo'ladi. Kishi bir ma'siyatni qilaman deb tutgan niyatini o'zi ham ma'siyat bo'ladi, agar o'shini qilsa u ham ma'siyat bo'ladi. Ikkalasi kichik deb sanama, ikkita kichik ma'siyat birlashib katta ma'siyat bo'ladi. Wala kabirata ma'al istig'for. Istig'for bilan endi kattalik ham yo'qdir. Ya'ni at-tawba bi shurutiha. Ya'ni istig'for degani o'zlarining shartlarini qamrab olgan tavba. Bir odam bir gunoh ish qildi. Agar o'sha shartlariga muvofiq tarzda tavba qildimi, bilingki u odamni qilgan katta gunohi asar qolmadi. Chunki nima? Fa inna tawbata, chunki mana bu shartlaridan iborat bo'lgan tavbaning shartlari ba'zi ulamolar 3 ta sanaydi. Qilayotgan ishdan to'xtash, qattiq nadomat chekish va qayta unga qaytmaslik. Tabiiyki istig'for bilan birgalikda. Istig'for aytasan, istig'for aytib, avval o'sha ishdan to'xtab, keyin undan o'sha qilganingga qattiq nadomat chekasan, ikkinchisi keyin umuman qaytmaysan bunga. Mana shu tavbani shart hisoblanadi. Mana shunday bo'ldimi, Alloh taolo katta sanamaydi. Fa inna tawbata tamhu asra al-khati'a. Chunki tavba xato asarini, izini o'chirib tashlaydi. Va in kanat kabira, garchi katta gunoh bo'lsa ham. Ruya hada al-hadis ad-Daylami an Ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Mana bu hadis Ibn Abbas radhiyallohu anhumodan Daylami tarafidan bu hadis rivoyat qilingan. Lekin bi taqdimil jumlatil akhirati anil ula. Lekin mana bu hadis oxirgi jumlasi birinchisidan oldinga chiqarib rivoyat qilingan. Ya'ni qanday qilingan? Bizda oxirgi jumla va la kabirata ma'al istig'for shu birinchi aytilgan. La kabirata ma'al istig'for va la saghirata ma'al isror deb rivoyat qilingan Daylamida demoqchi. Bu endi qo'shimcha ma'lumot. Musnadul Firdavsda shu kelgan ekan. Xo'p, keyingisi bizdagi qil aytiladi. Humul arifi as-sana'u. Kechirasiz, humum emas ekan, hammul arifi ekan. Hammul arifi as-sana'u va hammuz zahidi ad-du'a'u. Aytiladiki, orif zotlarning o'y yodi fikri bu sanodir. Zohidlarning o'y yodi fikri g'am bu duodir. Ammo shunaqa o'y, fikr, yoki tashvish yoki bir odam bir narsaga mahzunlikka tushib bir narsa faqat o'ylanib qoladi, bir boshiga bir narsa. Ana shu narsa. Oriflarning shunaqangi shu boshiga tushib, shu bilan maband bo'lib qolgan narsasi bu sano faqat. Zohidlarning ishi esa duodir. Xo'p. Hammul arifi as-sana degandan murodul arif billah. Bu yerda orifdan murod Alloh taolani tanuvchilardir. Sanadan murod as-sana'u ala Alloh taala bi jamali sifatihi. Alloh taolani bor jamol sifatini maqtab sano aytish demoqchi bu yerda. Zohidlarni g'ami esa duodir. Ya'ni bu yerdagi murodul ma'rud ani zaid, murodul ma'rid deb o'qiymiz. Ma'rid ani zaid. Ma'rid degan yuz o'giruvchi. Zaid ortiqcha narsadan. Zohid kim desa, bu yerda zohiddan murod ortiqcha narsalardan yuz o'girgan odam. Ortiqcha narsalardan yuz o'girgan odam bundan murod qilinadi.
Xo'p, ortiqcha narsalar mana ala qadri hajat deydi. Dunyoda o'zi hojati miqdoridan ortiqligidan yuz o'giradi. Mana shularning g'ami nima? Mana shular g'ami duodir. Nimaga? Va huwa at-tadarru ila Alloh taala bi su'ali ma indahu anil khayr. Bu duo ham shunday narsaki deyapti. Bu Alloh taolaga tazarru qilish. Bi su'ali ma inda, u zotni huzuridagi bor narsani so'rash bilan. U zotni huzuridagi bor narsa nima? Ma indahu nima u? Minal khayr. Xayrdan boshqa narsa emas. Ya'ni Alloh taolaning huzurida xayrdan boshqa bo'lmagan, faqat xayr bo'lgan narsani so'rashda mahkam yotib, ana shunga tazarru qilib yotish duo degan. Zohidlar mana shuni so'raydi. Zohidlar dunyoda ortiqcha bo'lgan narsalardan o'zini kechadi. Kerakligini oladi, ortiqchasini kechadi. Balkim Alloh taolaning huzuriga qattiq yopishadi. Ba'zi zohidlardan rivoyat qiladi, bir zohid bor ekan. Bu aytdik, zohid nima? Dunyodan o'ziga kerakligini oladi, qolganidan kechadi. Bir zohid bor ekan, odamlar orasida zohid deb nom taratgan ekan. Biroq u juda go'zal dabdabali liboslar bilan kiyib odamlarning oldiga chiqargan. Bir kundan so'rashibdi, nega siz mana bunaqangi dabdabali liboslar bilan insonlarning oldiga chiqyapsiz? Shunda zohid aytgan ekan, mani ustimdagi bu dabdaba ularga, ya'ni insonlarga men ulardan behojat ekanimni, ularning qo'lidagi narsaga qarab qolmaganimni ifodalab turadi. Men faqat Allohning huzuridagi xayrgagina muhtojman degan. Ana shu e'tibordan bu yerda zohidlarning duosidan murod ular o'sha dunyoda ortig'ini tark qiladi, boriga ushaydi va qolgan Allohning huzuridagi yaxshiligidan so'raydi. Aytibdiki, endi bu yoqda aytdi tepada, zohidlarning tashvishi sanodir, oriflarning tashvishi sanodir, zohidlarning tashvishi duodir. Nega? Li'anna hammal arifi robbah. Chunki orif odamning bor tashvishi Robbisida, shuning Robbisini sano qiladi faqat. Hamma zahid, zohidni bo'lsa bu tutgan bor tashvishi nafsuhu, o'zini nafsi bo'ladi. Shuning uchun nafsiga qarshi kurashadi zohid. Tushunarlimi? Zohid nafsiga qarshi kurashib, nafsini yengish uchun kerakligini olib qolganini irg'itadi. Zohid esa Robbisini orifidir. Ana shu orif esa Robbisiga intiluvchidir, shuning uchun Robbisini sano qilishdan to'xtamaydi. Mana bu aytayaptiki, li'anna hammal arif robba, chunki orifning tashvishi Robbisi degan hech qanday savob ham emas, hech qanday jannat ham emas. Orif faqat Robbim deydi. Zohidning tashvishi esa nafsidir. Zohidning tashvishi nafsidir va nafsiga savob va jannatni tortiq qilishni xohlaydi. وفرق بين من همت الحور ففرق من همته الحور ومن همته رفع السطور. Subhanallah, ajoyib gap. Endi mana bu joyda aytayaptiki, demak zohid o'zini nafsiga savob va jannatlarni tortiq qilib, nafsi mana shularda manfaatlanishni xohlaydi zohid. O'shuning uchun ham Robbining huzuridan so'rayveradi, yaxshilikni so'rayveradi bu zohid. Orif bu Robbim deydi. Menga bir savob va yana bir jannat emas, menga Robbim kerak deydi. Endi aytayaptiki, endi farqi bor-da. Uni hurlar, jannatdagi hurlar qiziqtiradigan kishi bilan, ya'ni zohid jannatdagi hurga intiladi. Shu kishi bilan raf'us sutur, satrlar, Robbisini jamolini ko'raman deb turgan, uni jamolini ko'rishdan to'sib turadigan shu satrlar ko'tarilishi, rafu degan ko'tarilish. Shu satrlarning ko'tarilishi unga qiziq bo'lgan odam bilan uni hurlar qiziqtirayotgan odam farqi bor. Ana shuning uchun bu rof, bunikini orif deymiz, ana shuning uchun buni zohid deymiz. Endi bu yerda zohidga ham o'zi bu yerda malomat tosh yo'q. Inson, hamma odam inson. Alloh taolo Qur'oni Karimda qancha o'rinlarda insonlarni jannatga vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard, qancha o'rinda insonlarni jannatga yoki yaxshilik qilganlarni hammalarini jannat bilan siylashlarni aytgan. Bu yerdagi muhim nuqta, inson oriflikdan ham zohidlikdan ham nasibasini olish kerak. Chunki ba'zi o'rinlar bo'ladi, inson buyruqqa emas, buyuruvchiga qarab ishlaydi. Yoki buyurilgan narsaga emas, buyuruvchiga qarab harakatlanadi. Zohid bo'lsa faqat buyruqqa qarab harakatlanadi. Mana shunga buyurilganman-da, endi shuni qilishim kerak deydi. Orif esa shuni menga buyuruvchi Robbim buyurgan deydi.
buyurish nima, mazmun nima bo'lishidan qat'iy nazar Robbim buyurgan qilaman deydi. Bu ikkisini mana shunaqangi makonatda farqlari bordir. Ba'dil hukama, ba'zi hokimlardan, hukama degan endi hokim deb men ma'no beryapman. Lekin asli hukama deb hakim zotlar. Ba'zi hakim zotlardan rivoyat qilinadiki, man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ba'zi hakim zotlar aytar ekan, kimni tavahhama, vahimaga tushirsa, kimni miyasiga o'y fikr kelsa, nima deb? Annalahu o'zini, ana shu odamni bir valisi borki, avla minalloh, Allohdan da oliroq bo'lgan. Ya'ni kim o'ylab qolsaki, Allohni qo'yib menga falon odam do'st, falon odam men ishimni hal qiladi, falon odam meni yonimga oladi deb o'ylab qoldimi? Qallat ma'rifatuhu billah. Alloh borasida uni ma'rifati oz ekan. Allohdan da ortiq vali bormi? Allohdan da ortiq mo'minni tirgagi bormi? Lekin kimdir Allohni qo'yib kimnidir avlodi bilib topdimi, bilsinki Alloh taolaga ma'rifat oz ekan, uni Alloh taolani yaxshi tanimas ekan. Shuningdek, va man tawahhama, yana kim o'ylab qolsa, anna lahu aduwan a'da min nafsihi, uni nafsidan da dushmanroq bo'lgan bir dushmani bor deb kimdir o'ylab qolsa, meni falon dushmanim bor deb nafsini unutsa, o'sha dushman nafsidan da oliroq deb bilsa, qallat ma'rifatu bi nafsi, bilsinki u nafsi borasidagi bilimi oz ekan uni. Chunki bu yerda nima keltirib chiqadi? Shunday ma'noni aksiga o'giring. Allohdan da ortiq vali yo'q, nafsdan da ortiq dushman yo'q. Mana shu gap kelib chiqadi. Xo'p, sharhiga o'tamiz. 14-maqola. An ba'dil hukama, ba'zi hukamolardan aytiladi. Ya'ni hukamolar kim degani? Ay atibbaul qulub. Qalbni tabiblari ular, hukama, hakim zotlar. Humul awliya, ana shular avliyolar. Ana shu avliyo qalb tabiblari bo'lgan zotlar aytar ekan. Man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah, kim o'ylantirib qo'ysa yoki kim o'ylab qolsa, mani uni Allohdan da ortiqroq bo'lgan bir valiyim bor deb kimdir o'ylab qolsa, qallat ma'rifatu billah, Alloh borasida uni ma'rifati oz ekan. Ya'ni nima degan? Man zanna degan, kim gumon qilsa shunaqa deb. Anna lahu nasiran aqraba min Allohdan da yaqinroq bo'lgan uni bir qutqaruvchisi bor deb kimdir o'ylab qolsa, ya'ni o'zini qutqaruvchisi bor deb kimdir shunaqa deb o'ylab qolsa yoki aksara nusratan minhu, eng ko'p yordam nusratni o'shi beradi deydiganda bir o'ylab qolsa, fa innahu, bilsinki u lam ya'rifillah, Allohni bilmas ekan. Va man tawahhama annahu aduwan a'da min nafsihi, kim o'ylab qolsaki uni, ya'ni o'sha odamni o'zini dushman, nafsidan da ortiqroq bir dushmani bor deb o'ylab qolsa, bilsinki qallat ma'rifatu bi nafsi, nafsidan da nafsi borasida bilmas ekan. Ya'ni man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsi, bir odam nafsidan kuchliroq bo'lgan bir dushmani bor deb o'ylasa, ya'ni nafsi qanaqa nafs? Ammora nafs, mana yomonlikka buyuradigan lavvoma nafs, doim malomat qiladigan nafs degan. Fa innahu lam ya'rif nafsahu, u odam o'zining nafsini demak tanimas ekan. Keyingisi, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, mana bu oyat to'g'risida Alloh taolaning oyatiga auzubillah, zaharal fasadu fil barri wal bahr, quruqlik u dengizda fasod yoyildi degan oyat. Shu oyat borasida Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qilinar ekanki, u zot aytar ekan, shu quruqlik u dengizda fasod yoyildidan, albar quruqlik bu tilda fasod yoyildi. Dengizda fasod yoyildidan murod bu dengiz, bahr huval qalb, bu qalbdir. Fasod ham tilda yoyiladi, ham qalbda yoyiladi. Bu yerdagi quruqlikdan til, suyuqlik qalbdan, dengizdan iborat bu qalb. Iza fasada lisan, endi bilginki qachon til fosid buzildimi, endi o'zini maqsadidan boshqa ishlayaptimi til? Bakat alayhi nufus, endi nafslar unga yig'laversin, endi qo'yaversin, endi bo'ldi. Va iza fasada qalb, agar qalb buzildimi, qalb o'zini maqsadidan boshqa ish qilyaptimi? Bakat alayhi malaika, farishtalar endi unga yig'laydi, endi uni ustidan degan ekan. Xo'p, demak Abu Bakr Siddiq sharhiga o'tdik. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zaharal fasad fil barri wal bahr oyatini tafsirida, fi tafsiri zalik, bu borada aytganki, al barru huwa lisan, bu aytganimizda quruqlik bu til,
dengiz bo'lsa bu qalb. Agar til buzilsa degan. Nima bilan buziladi? Bisabbi masalan, so'kish bilan buzilyapti, bema'ni so'zlar bilan. Bakat alayhi nafslar yig'laydi degan, endi Bani Odam farzandlaridan bir qancha odamlar bundan achinadi endi. Nimaga bu odam so'kyapti? Nima uchun bu odamlarga shu tilning buzilgani zarar yetkazadi demoqchi. Idza fasadal qalb, agar qalb buzilsa nima bilan? Riyo bilan buziladi. Farishtalar unga yig'laydi. Qiyl yana aytiladiki, al-hikmatu fi anna al-lisana, hikmat shuki, anna al-lisana wahidun tanbihun lil-'abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yahummuhu wa fi khayrin. Wal-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tanbihun lil-'abdi annahu fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa ha. Bu yerda aytayaptiki, tilning yagona ekanligi borasidagi hikmat shuki, tilda bir dona til bor, tilning bitta ekanligidagi hikmat deyoqchi. Tilning bitta dona ekanligidagi hikmat shuki, tanbihun lil abd, bu insonda bir donagina til bor bo'lishi, bandaga bu eslatma bu. Qanaqa eslatma? Demak, u bitta tili bor ekanmi? Demak, u odam endi shu bir dona til bilan faqat o'ziga fima yahummu, o'ziga kerak bo'lgan narsa borasida yoki yaxshilik borasida so'zlasin, bo'ldi. Boshqa bitta tili bor bo'ldi. Bu ashi bitta tilni ham shunaqa yo'lga ishlasin endi. Hikmat shu. Va qiylan aytiladiganki, li'anna al-lisana az-zakira bi kulli lughatin kana zikruhu lil mazkuri al-wahid wa huwa Allah. Yana aytiladiki, chunki hamma tillarni zikr qiluvchi bu til, ya'ni hamma tillarda so'zlashadi. Mana shu bitta go'shtdan iborat bo'lgan inson og'zidagi bu til hamma tillarda so'zlasha oladi. O'rgansangiz bo'ldi. Yapon tilida ham gapiradi shu tilingiz. Ingliz tilida ham gapiradi, hamma tilda gapiradi. Lekin mana shu hamma tilda so'zlovchi bu til, kana zikruh, bu tilni gapirishi faqat lil mazkuril wahid, bitta zikr qilingan narsa borasa, u til ham bo'lsa Alloh deydi, boshqa narsa gapirmaydi. Hamma tilda shu Alloh so'zni aytadi. Hamma tilda so'zlashayotgan til bitta zikr qilinadigan narsaga kelganda bitta Alloh deydi, boshqa gapirmaydi. Va kazal qalb, shuningdek qalb ham. Biroq bi khilafi naw'il ayn, ko'z, uzun quloq bunda emas. Chunki innahu yata'addad, bular turfa xil. Tabiiyki turfa xil, yata'addad degan bir qancha. Ko'z ham odamda ikkita, quloq ham odamda ikkita. Va qiyl yana aytilar ekanki, innal hajata ila as-sam'i wal basar, eshitishga va ko'rishga bo'lgan hojat aksaru minal hajat ila kalam, gapga bo'lgan ehtiyojdan ko'ra ko'proq. Odam gapirishga doim ham ehtiyoj tug'ilmaydi. Indamay turib kallasini qibillatib qo'ysa ham ma'no beraveradi. Lekin ko'rish, eshitishga ko'ra ehtiyoji ko'proq. Ana shuning uchun ko'rish va eshitishdagilar a'zolarimiz ikkita, bittadan emas, ikkitadan. Gapirishga bo'lsa, uncha hojatimiz yo'q uchun unga bitta berilgan. Va innama shibhul qalbi bil bahr. Endi mana shu yerda intaha deyapti. Shu joyda tugadi. Yuqoridagi aytilayotgan so'zlar tugadi. Endi nima uchun tepada qalbni dengizga o'xshatdi? Innama shibhul qalbi bil bahr. Dengizga, qalbni dengizga o'xshatdi. Nima uchun? Li shiddati umqihi va ittisa'ihi. Chuqurligi, kengligi uchun. Qalb, ba'zi ulamolar qalb va aql deydi. Tasavvur qilib o'tiring, qancha chuqur aqlingiz, qancha keng. Qancha joylarni lahzada bosib o'tib qo'yadi shu aqlingiz. Mana shu uchun ham mana bu qalb dengizga o'xshatildi deyilmoqda. Xo'p, keyingi maqola aytiladi. Inna shahwata tusayyiru al-muluka 'abidan was-sabra tusayyiru al-'abida mulukan. Albatta shahvat podshohlarni, muluklarni abid, qullarga aylantirib qo'yadi. Tusayyirni aylantiradi. Shahvat shunaqaki podshoh qilgan odamni qo'rqib qo'yadi. Sabr bo'lsa, tusayyirul abid, qullarni podshoh qiladi. Ala tara, bilmaysanmi, ko'rmadingmi mana? Ila qissati Yusuf va Zulayho. Yusuf va Zulayho qissasini ko'rmadingmi? Qaysi biri podshoh edi, qaysi biri qul edi? Qaysi biri podshohlikdan qullikka tushdi-yu, qaysi biri qullikdan podshohlikka ko'tarildi. Xo'p. Ya'ni mana bu joyda sharhda aytayaptiki, inna shahwata tusayyirul muluka abidan, shahvat
podshohlarni quliga aylantiradi. Ya'ni fa inna man ahabba shay'an fa huwa abidu. Kim nimanidir yaxshi ko'rdim, tamom o'sha narsani quli bo'ldi endi u degan. Shahvat yaxshi ko'rishdan iborat. Was-sabra yusayyiru al-abida al-muluk, abida mulukan. Sabr qullarni podshoh qiladi. Chunki qul o'zini sabri bilan yanalu ma yurid, xohlagan narsasiga erishadi. Ala tara degan, ala yasil ilming yetmayapti, mana qara, ila qissati sayyidina. Sayyidimiz qissasiga qara, Yusuf azza kim bilan? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nimaga 4 ta Ibnul Karim dedi buni? Ko'payib ketgani yozayotganda. Yo'q. Har bittasi ma'no bor edi. Sayyidina Al-Karim Yusuf alayhisalom. Ibnul Karim, Karimning o'g'li, ya'ni Karimning o'g'li, Karim zotning o'g'li degani Yoqub alayhisalom o'g'li edi. Ibnul Karim deb keyin 3-marta aytgan Yoqub alayhisalom esa Ishoq alayhisalom o'g'li edi. Ibnul Karim 4-chisini aytyapti, Ishoq alayhisalom bo'lsa Ibrohim alayhisalom o'g'li edi. Ya'ni Yusuf alayhisalom avvalgi o'tgan 3 ta bobolari otasi payg'ambar Ibrohim alayhisalom. Ularning farzandlari Ishoq alayhisalom, ularning farzandlari Yaqub alayhisalom, ularning farzandlari Yusuf alayhisalom. Shu Yusuf alayhisalom ko'rmadingmi demoqchi. Xo'p, Zulayxogachi. Fa innaha, chunki Zulayxo ahabbat sayyidana Yusufa nihayat al-hub. Juda ham oliy darajada, qattiq darajada Yusuf alayhisalomga muhabbat qo'ydi Zulayxo. Va huwa Yusuf alayhisalom bo'lsa yasbir, sabr qildi ala makriha va aziyatiha. Va Yusuf alayhisalom bo'lsa o'sha Zulayxoning makr va aziyatlariga sabr qildi. Mana shu natijada oxiri podshohga aylandi. Keyingi hikmat: Tuba liman kana aqluhu amiran va hawahu asiran. Va waylun liman kana hawahu amiran va aqluhu asiran. Tuba bo'lsin. Tuba deb ba'zi ulamolar jannatdagi joyga nisbatan, jannatdagi daraxtga nisbatan yoki umuman qilib jannat bo'lsin deb ham ma'no beradi. Jannat bo'lsin qisqasi. Kimga? Liman kana aqluhu amiran. Kimki uni aqli o'zi aqliga amir bo'lsa. Aqliga kim, qaysi bir odamki aqliga bosh bo'lsa, o'zi aqliga ustun bo'lsa. Va hawahu asiran. Uni havosi bo'lsa o'ziga qul bo'lsa. Ya'ni aqli boshliq bo'lyapti u odamga. Havo istaklari qul bo'lyapti. Unda odam jannatga erishadi, tabiiy havo istaklari qul bo'ladi, asir bo'ladi. Hech narsa qila olmaydi havo istaklari. Aqli bo'lsa uni boshqaradi. Ammo vaylun liman kana hawahu amiran. Ammo vayl bo'lsinki, havoi nafslar boshliq bo'lib, aqli asir bo'lib qolgan odamga vayl bo'lsin. Vayl degan ba'zilar jahannamdagi vodiy deydi. Xo'p, ya'ni bir odam aqli bosh bo'lib, havo istaklari qul bo'lsa, havo istaklari aytganini qila olmaydi. Aqli uni hidoyatga olib borishi mumkin. Ammo havo istaklari bosh bo'lib, aqli asir bo'lib qolsa, havo istaklari nimani xohlasa shuni qiladi. Shuning uchun ham vayl bo'lsin. Qil tuba bo'lsin deyapti. Tuba nima desa, al-khayrul kasir, eng ko'p yaxshiliklar tuba deyiladi. Mana shu yerda bir snoska qilib qo'yib, menga aytayaptiki, tuba hiyal jannat, jannat au ismu shajaratin fiha, jannatdagi bir daraxt nomi. Boya aytgandim ham. Liman kana aqluhu amiran, aqli bosh bo'lgan odamga, ya'ni bi an yaqtadi bi muradi aqlihi al-kamil, kamolotga yetgan aqlini murodi bilan ergashayotgan odam bo'lsa, kamolotga yetgan aqli uni to'g'riga boshlaydi, o'sha aqlga ergashayotgan shunday odamga tuba bo'lsin. Shuningdek va hawahu, havo istaklari nima degan? Nimaga qayoqqa tortsa o'sha. Asiron, asir bo'lgan havo istaklari, ya'ni mamnu'an min zalik. Mana shu narsalardan barcha istaklardan to'silgan havo istaklari shunday bo'lsa, odam tuba bo'lsin. Va vaylun, vayl bo'lsa halakun shadid, qattiq halokat. Ba'zilar vaylun desa vadi min al-janna, jannatdagi bir vodiyga nisbatan aytiladi. O'sha odamga vayl bo'lsin. Kim u? Havoi istaklari unga amir bo'lgan, boshqargan uni. Ya'ni nima qanaqa bi an arsalaha ila mushtahayatiha. Xohlagan narsalarga havo istaklari uni yo'llaydi. Bor unday qil, bor bunday qil, zari ketaveradi, xohlagan istaydi. Aqluhu asir, lekin aqli asir bo'lib qolgan. Nimadan? Mamnu'an min nahwi tafakkur fi ni'amillahi va fi 'azamatihi ta'ala. Alloh taolaning ne'matlari borasida tafakkur qilish, Alloh taolaning buyuqligi borasida tafakkur qilishdan to'silib qolgan aqli. Mana buni qanday odamga vayl bo'lsin demoqda. Xo'p, keyingisi qil aytladiki, man taraka az-zunuba, kim qaysi bir odam gunohlarni tark qilar ekan, raqqa qalbuhu,
qalbi yumshashni boshlaydi, yumshaydi. Va man akala al-halala, qaysi odam halol narsalarni iste'mol qilar ekan, soffat fikratuhu, fikrlashi tiniqlashadi, fikrlari tiniq bo'ladi. Xo'p. 18-maqola aytiladiki, man taraka zunuba raqa qalbuhu. Ya'ni qalbi yumshoq bo'ladi, kim gunohlarni tark qilsa deyapti. Ya'ni nasihatni qabul qiladigan bo'ladi qalbi va yakhsha'u laha, qalbi uchun xushuda bo'ladi, boshqada bo'ladi. Qalbi mana shunday eriydi odam. Va man taraka al-harama, kimdir kim haromni tark qilsa, bu sharhida qo'shilib kelyapti. Bizda bu yerda va man taraka al-harama degan narsa matnda yo'q edi. Kim haromni tark qilsa va akala halolni yesa, ya'ni haromni tark qilsa degani harom taom, ichimlik, kiyimliklarni tark qilib, halolini yesa soffat fikratu, fikrlashi tiniqlashadi. Ya'ni nima borasida fikrlashi tiniqlashadi? Ala masnuatillah, Alloh taoloni yaratgan sanoatlari borasida, san'atlari borasida, yaratgan narsalari borasida fikrlari tiniq-tiniq bo'ladi. Ular qanaqa edi? Ular addallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqi ba'da al-maut. Bu Alloh taolaning yaratgan narsalari dalolat qiluvchi edi. Nimaga? Alloh taoloning mahluqotlarni o'lgandan keyin ihyo qilishga, qayta tiriltirishga dalolat qiladi. Alloh taolo bir narsani paydo qilyaptimi yer yuzida? Qandoq qilib endi yo'q narsani borlikka paydo qilayotgan zot, bor narsa yo'q bo'lib turib, keyin yana qayta paydo bo'lishiga aqlingiz ko'tarmaydi. Ba'zilar qanday qilib biz o'lganimizdan keyin qayta tirilamiz? Qandoq qilib? Qandoq qilib sen tirilding hozir? Avval unga javob ber. Sen yo'q eding. Yo'q joydan tirilding. Yo'q, mana shu basharat surating paydo bo'ldi, borliqqa chiqdi. Endi qanaqa qilib yo'qlikdan tiriltirgan zot, sen bor bo'lgan paytingda yo'q bo'lib turib, keyin yana xuddi shu borligingda qayta tiriltirishga qodir bo'lmaydi. Bu yengilroq shunga nisbatan. Mana shular Alloh taolo masnuatlariga, yaratgan narsalariga nazar solish bilan anglaniladi. Shuningdek, yana mana bu Alloh taoloning yaratgan narsalari dalolat qiladiki, ala wahdatihi, Alloh yagonaligiga, qudratiga, ilmiga dalolat qiladi. Va zalik, shu narsalar bi an ta'ammala bi fikrihi, o'zi fikri bilan ta'ammul qilish bilan paydo bo'ladi. Fikr yuritish bilan bu borada narsalar haqida. Va tadabbur bi aqlihi, aqli bilan tadabbur, tafakkur qilish bilan paydo bo'ladi. Annalloha xalaqahu, Alloh taolo o'sha odamni o'zini ham min nutfadan yaratdi, bir tomchi suvdan yaratdi. Min rahim, bachadondagi nutfadan yaratdi. Va ja'alaha alaqatan, keyin o'sha bir tomchi suvni Alloh taolo lahda qon qildi, alaqa qildi. Summa mudghatan, keyin o'sha bir chaynak go'shtga aylantirdi. Summa xalaqa minha lahman, keyin o'sha kattalashib undan go'shtni paydo qildi. Va izoman, undan suyak o'ndirib chiqardi. Va uruqan, tomirlar chiqdi. Va asoban, nervlar chiqdi. Mana shunday bo'lib odam shakllanyapti. Va shaqqalaha, keyin o'sha narsaga sam'an, eshitish narsasi ochildi. Basaron, ko'z ochildi. A'doan, a'zolar unib o'sib chiqib a'zolar paydo bo'ldi. Summa sahhalal khuruja lil janin min batni ummihi, janinni mana shunaqangi chaqaloqni keyin onasining qornidan chiqish yo'lini oson qilib qo'ydi. Qaysi yo'ldan chiqardi? O'sha onaning qornida hamma joy o'ralib turgan qornida shunday bo'ldi. Chiqadigan yo'lini oson qilib qo'ydi. Va alhamahu, keyin chiqib bo'lgandan keyin uni irdo'as-sadi, ko'krakni emishga ilhomlantirib qo'ydi. Qandoq biladi bola tushgandan keyin ayni onani ko'kragidan emib, shu yerda sut borligini bilib, shunaqa tortsa sut chiqqini qayerdan biladi? Alloh shuni ilhomlantirib qo'ydi. Shuni o'rgatib qo'ydi. Va ja'alahu fi awwalil amri bila asnan, ishning boshida uni tishsiz qildi. Boshida tug'ilgan tish yo'q edi. Summan batalahul asnan, keyin unga sekin tishlar uni bosib chiqdi. Summa asqataha, keyin yana tishlar qayta tushib ketdi. Va azalaha, tishlar tushib tekkiz oldi tishlar. Inda 7 sinin, 7 yoshga yetganda. Summa a'adaha marratan ukhra, keyin yana qaytadan tishlar o'sib chiqdi. Va ja'ala Allohu ta'ala ahwalal abdi, keyin Alloh taolo bandaning holatlarini mutaghayyiratan, o'zgaruvchan qilib qo'ydi. Min sigarin, yoshligidan ila kibar, katta bo'lgungacha holatlari o'zgarib turdi bola. Ya'ni yoshlik chaqaloqligida bashara bilan katta bo'lganda emas, basharalar o'zgardi. 5 yoshda boshqa yuzroq bo'ldi, sal to'lishdi, ozaydi, mana o'zgardi. Min shabin ila haram, yigitlik paytidan qarlik paytigacha o'zgardi. Min sihhatin ila saqom, sog'liqdan kasallikka o'zgardi holati.
وجعل العبد كل يوم ينام ويستيقظ va banda keyin har kuni uxlab turadigan bo'ldi. وكذلك شعوره shuningdek u o'sha bandaning sochlari ham, azfaruhu tirnoqlari ham kullama saqata minha har gal undan to'kiladigan bo'lsa raja'a ila makan qanday bo'lsa yana o'shanga qaytib qolaverdi. Tirnoqni olsangiz yana qaytadi o'sha holatga. Sochingizni olsangiz yana o'sha holatga qaytadi. وكذلك الليل والنهار shuningdek kechalar ham kunduzlar ham shunday bo'ldi. Yatanawabun o'zaro o'rin almashdi. Kullama zahaba ahaduhuma har gal birlari ketsa ja'a ukhra boshqasi keldi. Har gal kunduzi ketsa kechasi keldi, kechasi ketsa kunduzi keldi. وكذلك الشمس والقمر والنجوم tazhab shuningdek quyosh, oy, yulduzlar borib keladigan bo'ldi. كذلك القمر shuningdek oy yanmahiqu kull shahrin har oy kichrayardi. Summa yatakamalu so'ng yana to'lin bo'ldi oy. Summa yana kichraydi. وكذلك كسوف للشمس والقمر shuningdek oy va quyoshning tutilishlari bo'ldi. Haythu yazhabu ad-daw'u minha tutilish qanday edi? Shunday ediki nur quyosh va oydan ketib qolardi. Summa yaud keyin yana qayta quyosh va oyga nur qaytib qolardi. Ya'ni quyosh tutilganda mana shunday bo'ladi. Qorong'i bo'lib nurni to'sib. وكذلك الأرض shuningdek yer ham takunu yabisatan yer quruq edi. Summa ambatallohu fiha nabat keyin Alloh shu quruq yerdan o'simliklarni undirib chiqardi. Summa yadhhabu minha keyin o'simliklar yana yerdan ketdi. Ya'ni quridi, yana yer tekizlikka aylandi. Fataudu yabisa yana quruqlikka aylanib qoldi yer. Summa tanbutu marratan ba'da ukhra keyin yana boshqa yana qaytadan unib chiqdi. Mana hammasi bir yo'g'olib yana paydo bo'lyaptimi? Nimaga sen o'lgandan keyin qaytadan paydo bo'lishiga ishonmayapsan? Mana hammasi ko'zingning oldingda sodir. Tishing tushib yana qayta chiqyapti. فالذي قدر على ذلك كله endi mana bularning hammasini taqdir qilib qo'ygan odam qodirun ala ihya'il maut o'lgan odamni qaytarilishga ham qodir bo'ladi. Ba'da fanaihi fil ard yerda foni bo'lib ketgandan keyin qayta tirilishga qodir. Fa'al al-'abd endi mana shunday ekan banda an yaksura al-fikr fi zalik. Bu borada fikr yuritishni ko'paytirish kerak. Hatta yuqawwiya iymanahu yoki hatta yaqwa imanuhu to'yinki iymoni kuchaysin. Bil ba'th ba'dan o'lgandan keyin qayta tirilishga iymoni yana ham kuchaysin. Va ya'lamu bilsinki annalloha yab'athuhu Alloh taolo uni qayta tiriltiradi. Va yujazihi bi amali qilgan amallariga unga mukofotini beradi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa jazosini oladi. Fa ala qadri quvvati imani endi shu odam shu iymonini kuchini, quvvatini miqdoricha bu borada iymonning kuchi miqdoricha iymon keltirdimi? Tamom, endi qayta tirilar ekanman deb bildimi odam? Tamom, yajtahidu fi toat. Toatga shunaqangi tiriladi odam. Qayta tirilishini bilgandan keyin. Wajtinabil mukhalafati lish-shar'. Shariatga xilof ishlar qilishdan chetlanadi. Hammasi shu chiziq ustida turibdi. Siz qayta tirilishligiga qanchalik ishondingiz? Qanchalik og'izdan emas, amaldan ham iymon keltirdingiz? Agar qanchalik amalda iymon keltirsangiz, shuncha siz toatga cho'mg'iysiz, shuncha toatga sho'ng'iysiz, shunchalik toatga berilasiz, shunchalik shariatga xilof narsadan chetga yurasiz. Nimaga ertaga qayta tirilishda nima deyman degan, nima qilaman degan tashvish bilan yashaydigan, turadigan, yuradigan bo'lib qolasiz. Haqiqatan ham bu kitob qayta tirilish kuniga tayyorlov eslatmalardan iborat. Inshaalloh keyingi safar mana shu joydan 19-hikmatdan qaytadan o'qishni boshlaymiz. Alloh taolo barchamizga manfaat bersin. بضعف الكسل فنيل العلوم يضيء الطريق ويكسيك تاج